Dostlar, mənim bək jiq session qıpsızlar, ayrım uçur qaldırıpsızlar. Mən uçurlarga cavab qaytırıp bulamaydı ekanman. Şoňa baş betde yer şary numary barçı. Mena baş bet açsaňlar, şunu qaçırsaňlar boldy we ýa-ki özüňlarning numryny qaldyrsаңlar boldy maňa. Özüm qaytyp alay. Anan degen mawu sistemidagi ders desem bu men sistemide öýrenmeýdim. Özüňiz sözlegen ders öýrensem boldy diýipsizler. Şu hemmesi men sözlegen ders dostlar. Hemmesi yetekleş bilen billa ilip maňdygan, özüm sözlep taýýarlagan dersler, nöl seviyeden yuqur seviyegacha jami 8 türlük yetekleşimiz bar. Fakat şu derslerni tätlep bir ýerge juglagan, sizlerning anlaşyňlar, öňüşüňlar üçin kolay bolsun dep burunqyda kitap ilip jümüsüme öňeläýdigan, kitapnyň mazmunyny köreläýdigan bolsun, bir ýerde juglaglyklaryny tutsun dep muştanga sizlerge hem kolay alatda taýýarladyk diýen gep. O sistemide bolsam avtomatikleşip ketgen, mundaq çiçilaşkan okup berdigan ders emas, şu men sözlegen ders çuma. Nasıl bugün şu nangu bilen nanşo degan sözni ötken bireyler söz sorap diken. Bugün isim kep kaldı, şunu dep berey. Yani nangu bilen nanşo degan ikki söz biyaram buluş, azaplaniş degandek ma'nosi bar. Biroq ishlatilgan o'rni o'xshamaydi do'stlar. Nangu deganimiz endi bu azaplanish degan ma'noni bildiradigan bo'lib, mush hissiy jihatdagi azoblanishni ko'z tutdi. Nansho bo'lsa, bu mu azoblanish, biyaram bo'lish degani bildiradigan bo'lib, bu biyaramchilik hamda hissiy jihatdagi biyaram bo'lish hamda jismoniy jihatdagi tan sog'lomlikdagi biyaram bo'lishni ko'rsatadi. Masalan, tashili nangu da han dedik. Tashili nangu da han. O ko'ngilda intayin azoblandi. Buni biz yana tashili nansho da han desak mı bo'ladi? Ko'ngilda pek azoblandi deb tashili nansho da han. O ko'ngilda pek azoblandi. Mawu hamda ko'ngildagi azoblanish bo'lgandagi ikki so'zni ishlasak bo'ladi. Biyaram bo'lish, ko'ngildagi biyaram bo'lish bo'lgandagi ikki so'zni ishlasak bo'ladi. Biroq, 因为晕车我感到非常难过 desak bo'lmaydi. 因为晕车 mashina chiqsam beshim qaydiganlik bo'lganligi uchun 我感到非常难过, men intayin azoblik his qildim deb bu yerda bu bosh qaydi demek jismoniy jihatdagi tan sağlamlık jihatdagi biyaram bo'lish bo'ldi. Shuning uchun nangu ishlatmasdan nansho ishlatamiz. 我感到非常难受, men intayin biyaramchilik his qildim. 我感到非常难受, men intayin biyaramchilik his qildim. Bir xil ahvol, ya'ni nangu degan shu turmush kechirish qiyin bo'lish, kun o'tkazish qiyin bo'lish deganini bildiradi. Buni pek ko'p ishlatib ketmaymiz hamda, lekin mushunda uchrab qolganda chuqur jumlaning oldiga qarab turib to'g'ri tarjima qila olishimiz kerak. Masalan, 疫情期间日子非常难过dedik. 疫情期间日子非常难过. Mushu yuqum mezgilda bu kun o'tkazish intayin tez bo'lgan, qiyin bo'lgan degani bildiradi. Ügün oldinglarmi? Men mushunchalik misol ko'rsatib berdim, lekin eng muhim yani misol qilib berdim do'stlar. Chuqur yaxshi farqlantirib olding deb o'ylayman. Undasa nangu bilan nanshoni ayrim holatda ishlatib jumla tuzib avatib berganlar do'stlar. Anda mushu Shopenhavdagi mazmunlarni men bir yetakleş qatnashib, mushu Shopenhavdagi mazmunlaringizni yaxshi tushunaladigan 3 oy izchil o'rganishni bulaydim deydigan do'stlar. Men ayrim uchur qilsanglar bo'ldi. Ma dars shu 3 oyda bir qatamdan o'rgangich qabul qilamiz jumu. Shuning uchun men tanqablarda anglab, avobda men akirib qo'ying desam tas qilmashmay qoladi. Boshdan boshlab buni biz Shopenhavda ko'rganlarda grammatika, mushu jumlaning qurilmasi hammani tang o'rganib mangmiz. Mayli siz grammatikada ajiz bo'ling va yoki paranglashni to'g'ri ifodalamaydigan bo'ling, ish qilib Shopenhavdagi mazmunni sizga singdirib, ichirib mangmiz degan gap. Agar shunda siz misol keltirayotgan jumlalardagi so'zliklarni hammani men toniydi ekanman deydigan saviyanglar bo'lib qolsam, bosh betdagi undalarni qachilab men ayrimga qilsanglar bo'ldi.